Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz hamkorliklar. Ma'lumki, joriy yil yoz mavsumida ob-havo haroratining odatdagidan ancha yuqori bo'lishi aholi punktlari va korxona tashkilotlarida yong'in xavfining ortishiga sabab bo'ladi. Afsuski, ayni shu davrda yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik oqibatida ko'plab baxtsiz hodisalar, moddiy va ma'naviy yo'qotishlarga olib kelayotgan yong'inlar soni ortmoqda. Shu munosabat bilan yong'in xavfsizligini ta'minlash va yong'inlarni oldini olish ishlarini yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining tegishli farmoyishiga asosan joriy yilning 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar respublikamizda yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur 30 kun tadbir doirasida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amaliy ishlar olib boriladi. Birinchidan, bozorlar, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan iqtisodiyot obyektlari, yonish portlash xavfi yuqori bo'lgan inshootlar, shuningdek odamlar ko'p to'planadigan joylarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish qat'iy nazoratga olinadi. Ikkinchidan, yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktik tadbirlar kuchaytiriladi. Uchinchidan, uy-joy fondi obyektlarining yong'in xavfsizligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Shuningdek, tumanimizda joriy yil 4 oy davomida 13 ta yong'inlar sodir bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 4 taga kamaygan bo'lsa-da, yong'inlar aksariyat qismi aholi turar joylariga to'g'ri kelmoqda. Sodir bo'lgan yong'inlar mahallalar kesimida olganda 10 ta mahallalarda oshgan, 10 ta mahallalarda kamaygan, bitta mahallada teng va 23 ta mahallalarda yong'inlar qayd etilmagan. Mahallalar kesimiga qarasak, Ahillik, Jannat makon, Qoramozi, Istiqlol, Madaniyat, Durgadik, Moshto'g'ay, Do'stlik, G'ayrat, Oydinhayot mahallalarida o'tgan yilga nisbatan yong'inlar soni oshgan. Ushbu mahallalarda yong'in profilaktik ogohlantiruv tadbirlari ushbu tadbir davomida kuchaytiriladi. Shularni inobatga olib, dolzarb 30 kun tadbiri davomida davlat organlari, barcha tashkilotlar, jamoat va aholi vakillarining yong'inlar oldini olish ishlariga keng jalb qilinadi. Bozorlarda, oromgohlarda, ayniqsa aholi yashash joylarida profilaktik tadbirlar yanada kuchaytiriladi. Hurmatli fuqarolar, Xonqa tumanida ayniqsa yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha sodir bo'layotgan yong'inlarning aksariyat qismi aholi turar joylarining molxona qismlari, bog' tomonlarida yosh bolalarning qarovsiz qolishi oqibatida gugurt o'ynashi hamda chiqindi axlatlarni yoqib qarovsiz qoldirishi oqibatida to'g'ri keladi. Hurmatli hamkorliklar, sizlardan iltimos qilamizki, belgilangan yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, yosh bolalarni qarovsiz qolmaslik, g'alla mavsumida g'alladan bo'shagan maydonlarni yoqmaslikni so'rab qolamiz. Yong'in xavfsizligi barchamizning ishonchli va osoyishta hayotimiz kafolatidir. Sizlardan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni va dolzarb 30 kun tadbiri davomida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.